aniq bilaman, shu video sizlarga zalyutaringni oshirishga yordam beradi. Cheatingni o'chirib qo'ying, cheatingni. Salom do'stlar. Sizlar bilan yana ProConfig. Bugungi videoda optimizatsiya faylini qanday o'rnatishni o'rganamiz. Hozir buni qayerdan keyin aniq bo'lamiz. Chat yoki VPN deb xayollaringizga keldi. Yo'q, bu optimizatsiya fayl. Telefonda zip fayl orqali maksimal FPS ni chiqarib beradi. 120 FPS ta'min aniq tartibga olasiz. Ammo pulga sotuvchi optimizatsiya fayl mani Telegram kanalimda bepul. Qanday videoni boshlaylik. Birinchi qiladigan ishimiz dasturga kira olamiz. Pastda telefon haqida. Keyin telefonlarimiz serial raqam bilan dasturchi degan bo'lim turadi. Birinchi o'shani bosamiz va eng past serial raqam turadi. Telefon 7 marta bosamiz shunga yo'lda dasturchi degan bo'lim ochiladi. Qidiruvga dasturchi deb yozamiz. Bo'ldi, mana sozlamalar. Xo'p, bu yerda qidirishimiz kerak. Böyle top başlayıcı bu. Belki böyle tizim yangilanish tutamiz. Mana shularni bitishga olib tashlaymiz. Bo'ldi. Keyin asosiy mana ular hamma barcha bitishlarni olib chiqishimiz kerak. Eng muhim joyi bo'ldi. Bitta dasturni yo'q qoldirishimiz kerak. Pami ana shuni bosasizlar, Pami 4S unga qarab qoldi. Sizlar to'plasizlar, mana unda maksimalni hisoblaysizlar. Hop, bo'ldi. Endi pastroq tushasizlar bo'ldi. Mana shu yerda ekran tezlatishni kerak, ekran tezroq ishlashi kerak. Qo'shilmaslik uchun tezroq ishlashga maraki 0.5 uchun 1x qilasizlar, 1x. Bo'ldi endi. Bu yerda menimcha qiladigan ishimiz qolmadi. Bu yerda chiqib ketamiz. Play Marketga kira olamiz. Akkauntga bosamiz. Eng pastga kiramiz. Yo'q bo'lmas, uzr adashdim. Eng pastga so'roq turadi, o'shani ustiga bosamiz. Bizga yangi o'yin ochiladi. Bu yerda yo'q, qidiruvga yozamiz. Qidiruvga udalet deb yozamiz. Mana udalet uстановкой. Mana shu chiqadi birinchiga. Shuni ustiga bosamiz, keyin 1 deb bosamiz, mana silga turibdi. Keyin bu yerda J ustiga bosamiz, harflarni tezroq to'plash uchun. Boshi J bilan boshlanadi. Bu yerda
juda ko'p hamma barcha telefonda ishlaydi, barcha fayllar chiqarib beradi bu. Barcha yashirin fayllarni chiqarib beradi. Bizga kerak bo'ladi hareket. Shuni so'raymiz. Jurnal tozalash bilan kechar. Eng muhim joyi bo'ldi. Telegram kanalimga kira olasizlar. Telegram pochtaga pro assig'chi konfi assig'chi uz birinchiga chiqib keladi. Keyin bizga MTManager kerak bo'ladi. Men Telegram kanalimga bepulga tashib qo'yibman. Bularga pulli. Bu MTManager sketch qo'yganlardan keyin MTManager sketch qo'yasizlar. Sketch qilmaganman. Bizga mana bu fayl kerak bo'ladi. Parolni olamiz birinchi. Keyin ustiga bosamiz faylni. Bu MTManagerga kirib ketadi. MTManager dasturga eng pastdan bosamiz, parol so'raydi. Parolni kiritamiz, bo'ldi. Bu fayllar hammasi arablarga pulli. Hop, keyingi qiladigan ishimiz mana bu tashib qo'ygan fayllarimizni sketch qilasizlar. 3 ta fayl tashib qo'yibman. Shularni sketch qilasizlar. Hammasi optimizatsiya fayl. Hech kimda yo'q olimni optimizatsiyalar. Menda faqat kanal rivoj uchun bepulga kira olamiz. Eng ortdagini bosamiz. Hop. Buni kapret qo'ygan fayllarimizni chiqarishimiz kerak. Bu chiqdi mana. Keyingi faylimiz bu internetda yaxshilaydigan faylimiz. iPhone ham tushadi bular. Keyingisimiz FPS yaxshilashimiz kerak. FPS booster faylimiz bo'ladi. FPS booster faylni chiqaramiz. Mana FPS booster faylimiz bo'ldi. Shu bilan bo'ldi. Telefonimiz optimizatsiyali bo'ldi. Qo'ygan hamma joyga bular pulli. Endi foydalanib bo'linglar bo'ldi. Oldingi videolarni kommentariyasiga 123 qo'yganman. Va kommentariyatga bir dona kommentariy keldi. Kommentariyani egasi 123 ni tashlab berdik. Atga bir dona kommentariy keldi. Davay 100 tashlab berdik ekanlar. 100 ni tashlab berdik. Holi ham imkoniyat bor. Mana shu videoning kommentariyasiga 13 qo'yilgan. Aytlaringni o'zbekcha bo'ldi. Kim kommentariyasi ko'p like yozsa, o'sha odamga 15 ni tashlab beramiz. Hani ko'p bo'ldi. Like bosib, boshqa shuni aytmayman.